Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Diyor. Hozir men sizga qanaqa turib tekinga HD 4K formatdagi kinofilm, seriallarni tekin ko'rishni ko'rsataman. Xo'p, buning uchun bizga Media Station X ilovasi kerak bo'ladi. Siz o'shani kirib Play Market yokida app orqali yuklab olasiz. Media keyin sizga o'chirgan holatda ko'rsata qolaman. Dalga chiqaramiz. Uстановить bosamiz. Endi mana shu nomini yozib uстановить qilib olasiz. Hop, открыть tugmasini bosamiz. Hop, setting joyiga o'tamiz. Setting and start parametrga o'tamiz. Setup continent va bu yerga ma'noz yozadigan serialni yozasiz. Xo'sh do'stlar, lampa mx deb yozib olasizlar. Shu lampani yuklab olishlik uchun va buni download deb yozasiz. Yes. Shundan keyin sizda magazindan lampa kelib chiqadi va o'sha lampaga kirasiz. Bu yerdan o'chish yetarli emas. Hop, sozlamalarga o'tamiz. Interface, Cursor, TMD, Resolution'ga o'tamiz va добавить plugin joyiga hozir men yozadigan pluginni kiritasiz. Xo'sh, shuni to'liq yozib olasiz va sizda plugin успешно подключен bo'ladi. Hop, bundan keyin chiqasiz. Umuman chiqib ketdik. Lampani o'zida o'sha o'zingiz ko'rmoqchi bo'lgan kinofilm, misol mana boевая mashina, смотреть, onlaynga o'tasiz va onlaynda mana dublyajda turibdi. Shu qaysi dublyaj sizga ma'qul bo'lsa, o'shani bosib, o'sha kirib ko'raverasiz. Xo'sh, video foydali bo'lgan bo'lsa, like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr.